bugungi mavzuyimiz tirsak hamda bilak suyaklari. Xo'p, ularni joylashuvi aynan qo'lda, ya'ni qo'lda oldingi tomonda shunday ochilganda joylashuvi, demak, biz qo'limizni ichki tomonini ochganimizda bizda tirsak suyagi doim medial tomonda bo'ladi. Demak, mana bu tirsak suyagi medial tomonda. Hamda bilak suyagi esa, ya'ni os radiy bu lateral tomonda bo'ladi. Demak, bu yerga yozib qo'yaman, medial yuzi, lateral yuzi. Lateral tomon. Xo'p, demak, bu qo'lni ichki tomonidan ko'rinish. Ya'ni qo'lni mana bunaqa yozganimizda ko'rinish. Ya'ni o'ng qo'lda ko'rinish. Xo'p, demak, bizda ulna, ya'ni tirsak suyagi uzun suyak bo'lib, bu ham aynan proksimal distal epifiz deyish qismini tashkil etadi. Xo'p, biz proksimal epifiz qismida ko'rishimiz mumkin bo'lgan tuzilmalari bu mana bu oldindan, bu orqa tomondan, hamda bu yon tomondan ko'rinish. Va uni ikkita o'sig'i bor. Bular, demak, old tomondan deyarli uncha ajratish qiyinroq. Buni yon tomondan ko'rganda yaqqol ko'rinadi. Yon tomondan tirsak suyagi xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va buni boshqa suyaklar ichidan topishimiz ham osonroq shu xususiyatiga qarab. Demak, yon tomondan qaraganimizda biz ikkita o'sig'ini ko'ramiz. Aynan mana bu kichkina o'sig'i va buni katta o'sig'i. Demak, katta o'sig'i bizda oldidan qaraganda mana bu qismga, kichik o'sig'i esa mana bu qismga to'g'ri keladi. Va aynan bularning nomlariga keladigan bo'lsak, birinchisi bu katta o'siq processus olecrani yoki qisqa qilib olecranon o'sig'i deyiladi. Hamda ikkinchisi bu demak processus coronoideus. Corona ya'ni toj. Coronoideus. Demak, coronoideus. Tojsimon o'siq. Hamda bu olecranon o'siq. Xo'p, bizda demak ikkita o'siq hamda ularning orasidagi mana bu o'ymaga o'xshagan joy, bu albatta o'yma bo'ladi. Incisura trochlearis. Nimaga trochlearis? Aynan bilamiz, yelka suyagida condylus bor. Aynan condylus distal epifizida condylus bor. Condylusida aynan medial tomonda troxlea tashkil etadi. Condylus ikkita qismdan iborat: capitulum hamda troxlea. Aynan troxlea qismiga shu tirsagini shu qismi kelib birikadi, mana bu ko'rib turgan joyingizda. Va aynan shuning uchun ham bu incisura trochlearis. Chunki bu yer kelib troxleaga birikadi. Xo'p, demak, incisura trochlearis, olecranon o'sig'i, coronoideus, ya'ni tojsimon o'siq bo'ladi. Hamda bundan biroz pastroqda mana tuberositas ulna bo'ladi. Bu g'adir budurligi, bu yerga muskul, boshqa nimalar, paylar kelib birikadi. Bu hosil qilayotgan. Hamda bizda tirsak suyagini oldindan qaraganimizda, oldingi tomonda lateral yuzasi, lateral tomonida, mana lateral tomonda shunaqa o'yma bor. Buni aynan mana bu bilak suyagini bilan birgalikda ko'rganda mana bu yerda ko'rinadi. Bu o'yma incisura radialis deyiladi. Demak, ulna suyagida incisura radialis bor. Ya'ni bilakning o'ymasi ulna suyagida. Tushunarli? Chunki biz hozir bilak suyagidan gaplashamiz, shuni bosh qismi aynan shu incisuraga kirib birlashib bo'g'im hosil qiladi. Hamda mana bu qismda aytdik, tuberositas ulna. Demak, tirsakning g'adir budurligi. Bu demak proksimal epifiz qismi edi. Va biz distal epifiziga to'xtalaylik. Aynan distal epifizida bosh qismi bor, ya'ni shu qism bizda kaput bo'ladi. Boshqa o'lik suyaklarda, ya'ni yelka suyagida bosh qismi yuqorida edi, lekin bunda bosh qismi pastda. Demak, kaput ulna. Hamda kaput ulnani medial yuzi qirrasida, medial tomonida mana bunaqa o'simta bor. Buni biz processus styloideus deymiz. Styloideus. Ya'ni begissimon degan ma'nosi. Begissimon o'simta. Bu bizni qo'limizda o'sha mana bu qismni ushlaganimizda ham bilamiz. Aynan shu o'simta bizda buni bo'g'im hosil qilishda, karpal suyaklar bilan bo'g'im hosil qilishda qisman qatnashadi. Xo'p, demak, tana qismida distal epifizda aynan shulardan iborat. Hamda pastki qismida bo'g'im yuzasi bor. Bu bo'g'im mana bu yerda bo'g'im yuzasi bor. Hamda bo'g'im yuzasi qisman ishtirok etadi. Mana bu kaft suyaklar bilan bo'g'im hosil qilishda. Lekin asosiy ishtirok bu radius suyaginiki. Hamda bizda
qirralari bor. Albatta bu so'ylarda demak qirralari aynan mana tuberositas ulnadan boshlangan mana bu qirra bizda margo anterior bo'ladi. Oldingi tomondan boshlanib yon tomonga o'tib qoladi. Lekin bu qo'lni to'g'ri tutganda oldi qirra bo'ladi. Margo anterior. Va hamda bizda mana bu qirra bizda lateral tomonda turibdi. Va shuning uchun margo lateralis bo'lishi kerak edi. Lekin margo lateralis desam xato bo'lmaydi. Lekin bizda fanda shunaqa tushuncha olingan, qabul qilingan. Aynan uni lateral tomonda yana bitta suyak bor. Ya'ni ikkita suyakni o'rtasidagi qirra. Shuning uchun buni margo interosseus deyiladi. Ya'ni inter degani orasida, osseus suyak. Ya'ni ikkita suyakning orasidagi qirra. Margo interosseus. Xo'p, margo interosseus hamda margo anterior orasida bizda fascis anterior bo'ladi. Buni qanaqa yozarik? Fascis anterior bo'ladi. Oldingi yuzasi. Va orqa tomonda ko'radigan bo'lsak, orqa tomonda ham buni demak xuddi shuni orqaga o'girilgan. Ya'ni shunday bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu margo interosseus, bu yer margo mana bu qism margo anterior, ya'ni yonga o'tib qoladi-yu. Hamda mana bu bo'lib ko'rinib turgan qirra bu margo posterior bo'ladi. Va bizda mana bu yuzasi, mana bu yuzasi fascis medialis. Ya'ni bu medial tomonda turadi. Ya'ni shu qo'lni tanaga yaqin qismida, mana bu tana deydigan bo'lsak, mana shu tomonda turadi. Shuning uchun fascis medialis. Hamda mana bu margo posterior hamda margo interosseuslarning orasidagi mana bu yuza esa bizda fascis posterior deb yuritiladi. Ya'ni orqa yuz. Demak, bizda 3 ta qirra, margo anterior, margo interosseus, hamda orqa tomonda margo posterior, 3 ta margo, hamda 3 ta yuzi. Ya'ni fascis anterior, fascis posterior hamda fascis medialis. Bular demak tirsak suyagini tuzilmalari edi. Demak, keyingi suyagimiz bu demak bilak suyagi. Bilak suyagi deylik lateral tomonda joylashgan. Tushuntirayotganimiz doim lateral tomonda deymiz. Demak, medial tomonda, uni lateral tomonda radius suyagi joylashadi. Va radius suyagi demak ko'rib turganingizdek, dastlab kichikroq ko'rinishda, ingichkaroq bo'lib turib, keyin yo'g'onlashib ketyapti. Xo'p, buni endi alohida ko'ramiz. Xo'p, bizda bilak suyagi ham boya aytganimizdek uzun suyaklar qatoriga kiradi va uni ham proksimal, distal epifiz, diafiz qismlari bo'ladi. Xo'p, demak, bir boshdan gaplashib o'tamiz. Demak, proksimal epifiz qismidan ko'ramiz. Proksimal epifiz qismida biz uni bosh qismini, aynan mana shu qism, shu dumalab qolingan qism bizda bosh qismi. Va uni atrofidan bosh qismini deylik caput radi. Uni atrofidan esa bizda aylana shaklda tog'a o'rab olgan va bu aynan mana shu tirsak suyagi bilan bo'g'im hosil qilishda ishtirok etadi. Va shuni aylana qism bilak boshining aylanasi halqasi deb nomlanadi. Aynan sirkumferensiya capitis radi. Sirkumferensiya capitis radi. Ya'ni sirkumferensiya qismi, aylana qismi. Xo'p. Keyin pastroqqa tushadigan bo'lsak, uni bo'yin qismi bor, colum radi shu qismda. Hamda pastroqda tuberositas radi bor. Xuddi ulna kabi, ya'ni undanda ham tuberositas ulna bo'lardi, bunda ham demak qismda tuberositas radi bo'ladi. Va bu yerda asosiy tuzilma shu. Endi distal epifizga keladigan bo'lsak, distal epifizida aynan processus styloideusni bunda lateral qismi bo'ladi. Processus styloideus qismi bo'ladi. Aynan bu radinik. Va ikkalasi bu yerda ikkala tomondan demak qo'lni aynan karpal soylarini bo'g'im hosil qilishda qatnashadi yon tomonda. Endi bizda diafiz qismida aynan mana bu orqa tomonni ko'radigan bo'lsak, orqa tomonda ham xuddi o'sha sirkumferensiya capitis radi, caput radi, colum radi mana bu yerda. Tuberositas radi ham ko'rinib turibdi qisman mana. Endi bizda distal epifiz qismida, orqa qismida, mana oldingi qismi bo'lsa, bu orqa qismi. Orqa qismida mana processus styloideus ham turibdi. Faqat buni endi medial
yuzasida, mana medial qirrasida bu yerda mana bu narsa turibdi. Bu o'yiq. Buni yon tomondan pastdan qaraganda shunaqa o'yma hosil bo'ladimi? O'yma. Bu o'ymaga demak ulnani pastki qismidagi aynan mana sirkumferensiyaga o'xshagan joyi bo'ladi. Shu kelib birgadi. Demak buni ham nomi demak insizura ulnaris. Demak ulnada ham gaplashib o'tganda insizura radialisi bor. Endi bunda radial esa insizura ulnaris bo'ladi. Demak tirsakni o'ymas. Hamda proximal distal epifis qismida mana yerda shunaqa do'mboqchasi bor. Tuberculum posterior ham deyiladi va ba'zi manbalarda tuberculum dorsal ham deb aytib o'tib ketishadi. Dorsal ya'ni orqa degani, posterior bilan bir xil ma'noda. Va endi demak hamda shu tuberculum posteriorning ikki yonida bizda sulkuslar bo'ladi. Aynan mana shu muskullarni payi o'tadigan egachchalar bo'ladi. Bular haqida keyin gaplashib o'tamiz. Xo'p, endi diafiz qismi haqida gaplashadigan bo'lsak, diafiz qismida xuddi ulna kabi qirralar, ya'ni margolar hamda fasislari bor. Aynan mana bu tuberositas radidan pastga tortilgan qirra bu mana shu qirra bizda margo anterior bo'ladi. Hamda uni yonidagi mana medial tomondagi qirra esa bu margo interosseus. Endi e'tibor beramiz. Xo'p. Bu yerda margo anterior hamda margo interosseusni orasidagi yuzi bu aynan mana shu yuzi bizda facies anterior bo'ladi. Facies anterior. Va mana bu margo anteriordan lateral tomondagi yuzi bu mana bu qirramiz, chunki buni davom etadi. Aynan mana bu qismgacha davom etadi. Va shuning uchun bu demak mana bu yuzi facies lateralis bo'ladi. Endi orqa tomondan ko'radigan bo'lsak, orqa tomonda aynan mana shu chiziq bor. Ya'ni bu margo posterior. Margo posterior bo'ladi hamda shu margo posteriordan demak mana bu medial tomonda bizda mana bu yuzi aynan margo facies posterior bo'ladi. Mana bu yuzi esa mana facies lateralis davomi bo'lib, bu ham demak bo'laveradi facies lateralis bo'laveradi. Va bizda aynan tuzilmalari shu. Endi ulna bilan radiusni bir-biridan farqli jihatlari bor. Aynan qo'lda joylashishida ulna suyagi demak dastlab proksimal qismi kengroq, distal qismi ingichkaroq bo'ladi, torroq bo'ladi. Radiusda esa aksincha, dastlabki mana qismi ingichkaroq, proksimal qismi ingichkaroq, distal qismi esa kengroq bo'ladi. Va shuning uchun ham keng qismi aynan radiusda bo'lganligi uchun qo'lda ya'ni panja suyaklari bilan bo'g'im hosil qilishda aynan radius ko'pincha ishtirok etadi. 90% holatda 90% qismi aynan radiusga tegishli. Va demak ularda birikish joylari, bo'g'im hosil qilish joylari demak proksimal hamda distal sohalarda bo'ladi, orasi bo'sh, ochiq bo'ladi. Ya'ni orada birlashmaydi, lekin u yerda parda tortilgan, aynan o'sha membrana interosseus degan, ya'ni suyaklar orasidagi parda deb nomlanadi. Membrana interosseus aynan shunaqa tortiladi. Xo'p, endi yana tuzilmalari shular va aynan radiusni mana bu bosh qismining yuqorisi demak humerusni mantiq kapitulum bilan bo'g'im hosil qiladi.